Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Siz bilan yana bir darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzu bizda xarita, masshtab mavzusi. Siz bilan biz o'tgan darsimizda proporsiya mavzusini o'rganib chiqdik. Bu proporsiyaning hayotdagi, ya'ni amaliy ko'rinishi bu masshtab bo'ladi. Masshtabda siz mana bolalikda multfilmlar ko'rganimizda ko'pincha mana bu kabi, ya'ni xaritalarni, ya'ni xazina izlab chiqqan insonni qo'lida mana bu kabi xaritalarni ko'rganmiz. Bu xaritalar nimani ko'rsatardi? Bizga xazinaga borish yo'lini, ya'ni o'sha xazinaga borish yo'lini kichraytirilgan nusxasi edi. Borish yo'limizni kichraytirilgan nusxasini biz o'sha nusxaga qarab yo'l topib borishini ko'rardik. Demak, mana shu narsa bizda masshtab bo'lyapti. Ya'ni masshtab degani xaritadagi masofaning haqiqiy masofaga nisbati masshtab bo'ladi. Mana masshtab yozib olamiz. Masshtab xaritadagi yoki kartadagi masofaning haqiqiy o'lchamga, ya'ni haqiqiy masofaga nisbati. Masofaga nisbati masshtab bo'lar ekan. Yoki bo'lmasam masshtabni yana nima deyishimiz mumkin? Masshtab. Masshtab bizga haqiqiy masofadan kartadagi masofamiz qancha kichikligini ko'rsatuvchi son bo'ladi. Haqiqiy masofadan xaritadagi masofaning qancha kichikligini, ya'ni necha marta kichikligini ko'rsatuvchi son. Mana masshtab, yana takroran aytib o'taman, haqiqiy masofadan xaritadagi masofaning qancha kichikligini ko'rsatuvchi son bo'lar ekan. Bizga masalan xaritalarni, kartalarni ko'rganimizda mana bu kabi yozuvlar berilgan bo'ladi. Bu yozuv nimani ifodalaydi? Ya'ni bu masshtabni bildirib, bu nimadagi chizmamizdagi masofa haqiqiy hayotdan necha marta kichraytirib olinganligini ko'rsatadi. Ya'ni 1 santimetrli, bu xaritamizdagi 1 santimetrli kesma haqiqiy masofada mana 10,000 santimetrni egallar ekan. Bu degani bizga 100 metrni, 1 santimetr 100 metrni egallaydi. Biz jami bu xaritamizdagi masalan yo'lni 4 santimetr qilib chizilgan bo'lsa, haqiqiy, ya'ni hayotda borishimiz uchun unga qancha kerak bo'ladi? 400 metr masofani bosib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu masshtabimiz shuni ko'rsatyapti. Demak, qarang, biz bu masshtabni qayerlarda ishlatamiz? Ko'pincha mana xaritalarni tuzishda yoki bo'lmasam mashinalarning loyihasini tuzayotganimizda, uy, bino inshootlarimizning loyihasini chizganimizda ularni kichiklashtirilgan nusxasini, maketini yaratishimiz kerak bo'ladi. Bunda bizga masshtab yordam beradi. Mana yuqorida ko'rib chiqishimiz mumkin. Bizning yashab turgan yer sharimizning kichraytirilgan modeli sifatida nimani ko'ramiz? Globusni ko'ramiz. To'g'rimi? Globus yer sharining kichraytirilgan maketi.
Bu ham ma'lum bir masshtab olingan va o'lchamlar shunga nisbatan kichraytirilgan. Buni mana biz mana bu holatdagi xarita ko'rinishida yoyib masshtablarni belgilab olsak bo'ladi. Ya'ni sizga har doim xaritaning pastki qismida masshtabini kiritib qo'yiladi. Ya'ni haqiqiy masofadan qancha kichraytirib kiritilganligi yozib qo'yilgan bo'ladi. Mana oddiy biz mana bu misolimizni ishlab ko'raylik. Ya'ni qiziqarli xaritamiz uzra sayohatga chiqib ko'ramiz. Mana bu yerda, ya'ni X degan nuqtada men turgan bo'lay. Men tursam, men masalan dengiz uzra sayohatga chiqmoqchi bo'lsam, qancha masofani bu yerda turgan bo'lsam, qancha masofani bosib o'tib borishim kerak shunga dengizga borishim uchun. Buni topish uchun nima qilaman? Buni topishim uchun men xaritadagi masofani qanchaligini bilib olishim kerak bo'ladi. Xaritadagi masofani bilish uchun biz men turgan nuqtamdan mana shu dengizgacha bo'lgan masofani o'lchab olamiz. Buning uchun bizga lineyka kerak bo'ladi. Lineykamiz orqali mana 0 nuqtani biz men turgan nuqtamga qo'yib olamiz va mana dengizgacha bo'lgan nuqtaga to'g'ri chiziq tortib olamiz. Ya'ni kesma o'tkazib olamiz ikki nuqta orasida. Kesmani o'tkazib olsam, mana qarashingiz mumkin 25 santimetrni tashkil etyapti. Necha santimetr ekan? 25 santimetr bo'ldi. Demak, xaritamizda mendan dengizgacha bo'lgan masofa 25 santimetr bo'lsa, men dengizgacha bo'lgan haqiqiy, ya'ni dengizga bormoqchi bo'lsam, qancha masofani bosib o'tishim kerak? Buni topish uchun biz proporsiyadan foydalanamiz. Ya'ni masshtabimiz birinchi mana bu masshtab bo'yicha ishlab ko'raylik. Ya'ni xaritamiz mana bu masshtabda kichraytirilgan bo'lsa deb olamiz. Misol, mana bu yerdan qiziqarli masala deb yozib qo'ya qolaman. Qiziqarli masala. Masshtabimiz birga necha santimetr? 10.000. Ya'ni 1 santimetrlik kesmamiz bizga haqiqiy hayotda 10.000 santimetrga tegar. 10.000 santimetr deganimiz 10.000 santimetr deganimiz 100 metr bo'ladi. Ya'ni 100 metrni bizga 1 santimetrlik kesma orqali ifodalangan. Endi mana mendan dengizgacha bo'lgan masofani 25 santimetr deyapman. Shuni L harfi bilan belgilab olaylik. 25 santimetr ekan. Shu joyda sizga tushuntirib o'taman, nima uchun mana bu boradigan yo'limizni uzunligini olmadimda, bular orasidagi kesmani, ya'ni ikkalasini tutashtirib, kesma uzunligini oldim. Sababi, masalan, qarang, biz O'zbekiston xaritasini chizganimizda, sizning viloyatingizdan, masalan, boshqa shahargacha, olaylik, Samarqandgacha bo'lgan masofani kiritayotganimizda, biz Samarqandgacha bo'lgan yo'lni uzunligini o'lchab chiqmaymiz. Ikkita nuqtani belgilaymiz, ya'ni Samarqand bilan masalan siz turgan viloyatingiz, masalan shahringizni nuqta qilib belgilaymiz va ikkalasi o'rtasida chiziq tortamiz. Eng yaqin bo'lgan masofa, ya'ni tutashtirganimizda hosil bo'ladigan kesma eng yaqin masofa bo'ladi. Shuni o'lchasak, biz xaritada shu nuqtalar orasidagi masofani ifodalaymiz. Yo'llarni chizmaymiz. Shuning uchun ham men xarita bilan ishlaganimda ikkala nuqta orasida kesma o'tkazib, uning uzunligini oldim. Mana biz 25 santimetr dik dengizda. Endi haqiqiy masofa bizga S bo'lsin, u noma'lum. Buni topish uchun proporsiya tuzaman, ya'ni masshtabni birinchi yozib oldim. 10.000 bu teng bo'ladi. Mana xaritadagi masofa 1 santimetr dik. 1 santimetrga xaritadagi masofaning to'g'risiga mos qilib biz xaritadagi, ya'ni bizdan dengizgacha bo'lgan uzunlikni qo'yamiz. Masofani qo'yamiz. 25 santimetr bu.
25. Mahrajda esa haqiqiy masofani yozamiz. Haqiqiy masofaning qancha kichraytirilganligini to'g'risidan haqiqiysini yozasiz. Adashmang. Bir-biriga mos holatda yozamiz proporsiya tuzayotganimizda. Shunda biz proporsiyani ishlaganimizda uning asosiy xossasi deb aytdik. Chetki xatlar ko'paytmasi o'rta xatlar ko'paytmasiga teng bo'ladi. Bizda chetki xat 25 va 10 ming. Bularni ko'paytmasi 25 ni ko'paytiraman 10 mingga teng bo'lar ekan 1 ni s, ya'ni masofamizga ko'paytirganimizda. S deganimiz uni 1 ga ko'paytirsak, o'ziga teng chiqadi. Chunki 1 ni ixtiyoriy songa ko'paytirsak, shu sonning o'zi paydo bo'ladi deb o'rganganmiz siz bilan. S teng ekan 25 ni 10 mingga ko'paytirsam 25 va undan keyin 4 ta 0 qo'yamiz. Buni o'rganganmiz mana. Demak, necha santimetr bo'ldi bizdan dengizgacha bo'lgan haqiqiy masofa? 250 ming santimetr bo'ldi. Buni biz metrda ifodalasak, 100 santimetrimiz 1 metr. Shunda 100 ga bo'lib yuboraman. 2500 metr ekan. Biz dengizga borishimiz uchun 2500 metr masofani bosib o'tishimiz kerak ekan. Tushunib oldingizmi? Yanada yaxshi tushunishimiz uchun keling siz bilan yana qaysi joyga borib ko'ramiz. Mana keling siz bilan birgalikda mana bu qasrimizga borib ko'ramiz. Bu qasrimizga borishimiz uchun biz qancha masofani bosib o'tishimiz kerak ekan? Buni topish uchun mana yuqorida aytganim kabi 0 nuqtani birinchi o'zim turgan manzilga belgilayman va mana 0 ni qo'ydim. Qasrgacha bo'lgan masofaga chizaman. Mana chizadigan bo'lsam, ellik bo'ldi. Mana bu yergacha. Lekin yana 0 ni qo'yib davom ettirsam 10 bo'lyapti bu yog'i. 50 ga 10 ni qo'shadigan bo'lsak 60 santimetr. Demak, mandan qasrimizgacha bo'lgan xaritadagi masofa 60 santimetr ekan. Endi haqiqiy masofani topib ko'ramiz. Demak, qayerga yo'l olyapmiz? Qasrga. Qasrgacha bo'lgan haqiqiy masofani topamiz. Qasrgacha bo'lgan haqiqiy masofani. Masofa so'roq. Buni hisoblashimiz uchun keling endi masshtabimizni o'zgartirib ko'raylik. Ya'ni bu masshtabdan emas, mana bu masshtabda berilgan bo'lsa xaritamiz. Qanday ishlaymiz? Buning uchun birinchi mana yuqorida ko'rsatganim kabi masshtabni o'zini yozib olamiz. Masshtabimiz 1 ga necha nisbatda? 2200. 2200. Biz yuqorida aytib o'tdim, buni to'g'risidan xaritadagi masofani kiritamiz. Chunki 1 santimetrlik kesmamiz deb aytdim. 60 santimetr ekan. 60 yozaman. Mahrajda esa haqiqiy masofa bizga noma'lum, uni S bilan belgiladim. S ni topishim uchun 1 ni S ga ko'paytiraman, 2200 ni 60 ga. O'rta xatlar ko'paytmasi, chetki xatlar ko'paytmasiga tengligidan. Yana bir bora takrorlab o'tdim. 60 ko'paytirilgan 2200 teng bo'lar ekan 1 ko'paytiruv S, S ga teng dedik. Mana S teng bo'ladi. 6 ni 2 ga ko'paytirsam 12, biri dilda 6 kara 2, 12 yana biri bilan 13 bo'ldi va nechta nolimiz bor? Shu nollar sonini yozib olamiz. 1, 2 ta, 3 ta nol bor. Demak, haqiqiy masofamiz 132 ming santimetr bo'lar ekan. 132 ming santimetr. Buni biz metrda ifodalasak qancha bo'ladi? 100 santimetrimiz 1 metr bo'lganligi uchun 100 ga bo'lib yuborsam 1320 metr ekan.
Biz shuncha masofani bosib o'tsak, qasrga yetib olar ekanmiz. Va bunda masshtabni biz yozib qo'yaman. Har doim masshtabni 1 ga 2200 deb oldik. Yuqorida dengizga sayohat qilishimiz uchun esa masshtabni mana bu masshtab bo'yicha ishlagan edik. Endi sizni o'zingizga vazifa bo'ladi. Mana bu masshtabimiz bo'yicha qani o'rmonga sayohat qilib ko'rasiz. O'rmonga borishimiz uchun qancha masofa bosib o'tishimiz kerak? Shuni o'zingiz topib ko'ring. Hamda keyingi masshtab bo'yicha qani ko'lga borganimizda qancha masofani bosib o'tishimiz kerak? Shularni o'zingiz hisoblab ko'ring, albatta uyga sizga vazifa bo'ladi. Endi qarang, biz masshtabni aytyapmiz, necha marta kichraytirilganligini ko'rsatadi deyapmiz. Ya'ni kichraytirib chizganimizda o'lchamlar mos tushishi uchun haqiqiysiga shuncha marta hammasi uchun umumiy bir masshtab tanlab olib, shuncha kichraytiramiz deydi. Endi kichik narsalarni biz chizganimizda kattaroq qilib chizishimizga to'g'ri keladi ko'rishimiz uchun. Ularni ham kattalashtirishimiz masshtab bo'ladi. Ya'ni kattalashtirish o'lchami masshtab. Mana bunga misol orqali tushunaylik. Bunda masshtab qanday ko'rinishda beriladi? Birinchi shuni yozib oling. Kattalashtirish. Kattalashtirish. Kattalashtirganimizda M, ya'ni masshtab bizga kichikdan kattalashtiryapmiz. Demak, 50 masalan 50 ga 1 beriladi. Ya'ni haqiqiydagi 1 santimetrni biz chizmada 50 santimetr deb tasvirlar ekanmiz. Bu kattalashtirishga yoki bo'lmasam haqiqiyni 1 santimetrni 100 santimetr deb tasvirlashimiz bu kattalashtirish bo'lyapti. Mana bunga misol ko'ramiz endi. Misol bizga misolimiz shunday bo'lsa. Masalan, pashshani biz bilamiz kichkina. Nima? Demak, uni biz rasmini chizishimiz kerak, chizmasini yaratishimiz kerak. Chizmasini chizganimiz undan nisbatan katta qilib yaratishimiz kerak. Mana bu nisbatda, ya'ni 50 ga 50 nisbatda, men 50 ga 1 nisbatda kattalashtirayotgan bo'lsak, shu pashshaning chizmadagi uzunligi 10 santimetr bo'lsa, ya'ni chizmada chizayotganimizda uni 10 santimetr deb chizyapmiz. Haqiqiy, ya'ni pashshaning kattaligi o'z aslida necha santimetr bo'ladi? Ya'ni biz 100 santimetr qilib chizayotgan pashshamizni. Buni hisoblashimizda xuddi mana yuqoridagi kabi proporsiyasini tuzib olamiz. Proporsiyasini tuzsam 50 ga 1 turibdi. Mana yozaman 50 ga 1 teng bo'ladi. Bu bizda kartamizda, ya'ni rasmdagi holat ko'rinishida biz rasmdagi o'lchamni kiritishimiz kerak. Rasmda 10 santimetr 10 ni yozaman va pastga haqiqiysini to'g'risidan haqiqiysi bizga noma'lum bo'lgani uchun S deb oldim. Mana bunda ham proporsiyamizni ishlab olsak, shu pashshamizning kattaligi kelib chiqadi. Ya'ni o'lchami S ni 50 ga ko'paytirsam, 50 ko'paytiruv S teng bo'lar ekan bizda. Bir kara 10imiz 10 bo'lyapti. 10 santimetr. Bunda S ni topmoqchi bo'lsam, S nimaga teng bo'ladi? 10 santimetr bo'lingan 50. Biz 10 ni 50 ga bo'lishimiz uchun santimetrdan endi millimetrga o'tib olamiz. 1 santimetrimiz 10 millimetr bo'lsa, 10 santimetrimiz esa 10 ko'paytirilgan 10 bo'ladi. 10 ko'paytirilgan 10 100 ga teng, 100 millimetr. Shuni 50 ga bo'ladigan bo'lsam, 100 ni 50 ga bo'lsam 2 chiqadi. 2 millimetr. Demak, pashshamizning kattaligi haqiqiysi necha millimetr ekan? 2 millimetr ekan. Biz buni kattalashtirib 10 santimetr qilib chizib oldik.
Tushunarlimi? Masshtabimiz faqatgina kichraytirib chizish emas, kichik narsalarni kattalashtirib chizishda ham ishlatilar ekan. Mana siz bilan yana bir masshtabga doir misol ko'rib chiqamiz. Misol, ya'ni masala deylik. Masala. Masalamizda shunday bo'lsin. Bog'ning kattaligi, ya'ni bo'yi. Bog'ning bo'yini biz A harfi bilan belgilasak, 400 metr, eni esa B 800 metr bo'lsa. 800 metr. Shu bog'ni biz 100 metrimizni 1 santimetr deb chizmoqchi bo'lsak, ya'ni 1 santimetrni mana 100 masshtabini qarang. Biz 10.000 santimetrimizni, ya'ni 10.000 santimetr deganimiz 100 metr. 100 metrni 1 santimetrda ifodalab, bu bog'ning xaritasini yaratmoqchimiz. Shunda bu bog' biz xaritasini yaratganimizda bo'yi, eni qancha bo'ladi va bog'ning chizmadagi o'lchami, ya'ni yuzasi nimaga teng bo'lishini topib ko'raylik. Yuzasini va yuzani s bilan belgilaymiz. Kichiklashtirilgandagi tomoni va ya'ni tomonlari, bo'yi va enini topganimizda mana e'tibor beramiz bizga 1 santimetrimiz 10.000 santimetr deb ifodalayapmiz. Bu 400 metrni biz 10.000 marta kichiklashtirishimiz kerak bo'lar ekan. 10.000 marta kichiklashtirsam, ya'ni keling birinchi biz mana shu 10.000 santimetrimizni metrga ifodalab olaylik. Metrda ifodalasam 100 metr bo'ladi. Shunda 100 metrni men 1 santimetr deb ifodalayotgan bo'lsam, 400 metrimiz necha santimetr bo'ladi? Buning uchun 400 ni 100 ga bo'lishim kerak. 400 ni 100 ga bo'lsam 4 chiqadi. Ya'ni 4 santimetr qilib ifodalar ekanmiz. Mana biz chizmoqchi bo'lgan bog'imizning bo'yi 4 santimetr ekan. 4 santimetr. Endi enini qani ifodalab ko'raylik. Eni 800 metr bo'lsa, buni ham 100 ga bo'lib yuboraman, ya'ni kichiklashtirilgan o'lchamini topishim uchun. 800 ni 100 ga bo'lsam 8 santimetr chiqadi. Bog'ning biz chizmasini yaratganimizda, mana chizmasini chizamiz. Chizmasini chizsam, eni 4 santimetr bo'lyapti. Bo'yi 4 santimetr, enimiz 8 santimetr. Mana chizmasini yaratayotganimda 4 ga 8 deb yaratar ekanman. O'zi asli haqiqiy o'lchami 400 metr va 800 metr bo'lgan bog'ning o'lchamini yaratganmiz. Endi bizga shuni yuzasini ham toping degan. Kichiklashtirilgan maketining yuzasini. Mana yuzasini topmoqchi bo'lsam, yuzani S harfi bilan belgiladik. To'g'ri to'rtburchakning yuzi bo'yini eniga ko'paytmasiga teng edi. Bo'yi bizda 4 santimetr, eni esa 8 santimetr. 4 ga 8 ni ko'paytirsam 32, uzunlik santimetrga berilganligi uchun santimetr kvadrat. Mana to'g'ri to'rtburchak shaklidagi bog'imizning kichiklashtirilgan nusxasining yuzi 32 santimetr kvadratga teng ekan. Mana shu holatda siz ixtiyoriy joyga masalan bormoqchi bo'lsangiz, uni xaritasidan ko'rib haqiqiy masofalarni topishingiz mumkin bo'ladi. Bizning bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Agar mavzu sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, bu mavzuga doir misollarni albatta ishlab chiqing va mana bu vazifa ham sizga o'y vazifa bo'ldi. Shu bilan biz darsimizni tugatamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.